Cashbacklar davri tugadi degan videomiz ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Mana ekranda ko'rib turganingizdek, ularning eng qiziqarlilarini sizlarga havola etyapmiz. Do'stlar, bu videoda men tushuntirish berganman. Sizlarning ko'pchiligingiz tushunmaganga o'xshayapsiz, lekin hozir ham tushuntirib beraman. Mas'uliyati cheklangan jamiyatlari bor. Oilaviy korxonalar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilganlar, aksiyadorlik jamiyati, xususiy korxonalar bular biznesni yuritish faoliyat turlari hisoblanadi, ya'ni tashkiliy huquqiy shakllar hisoblanadi. Siz agar mas'uliyati cheklangan jamiyat korxonasidan mana shunday cashback olayotgan bo'lsangiz, ya'ni QR kod olayotgan bo'lsangiz, undan 1% beradi hozir ham do'stlar. Faqat ikkita, ya'ni yakka tartibdagi tadbirkor va o'zini o'zi band qilgandan mana shunday QR kod orqali 1% cashback endilikda ola bilmaysiz. Sababki Prezidentimizning 247-sonli qarorida keltirilgan. Tushuntirib bera oldimmi? Ya'ni dona-dona qilib gapirishga harakat qilyapman do'stlar, tushunishingiz uchun. Sizlarga faqat eng yaxshi bilimlarni ulashmoqchiman. Sababi 365 kun va 365 ta video joylashim kerak. Sizlarga bilim ulashim kerak. Shuning uchun do'stlar, keling, unday qilmaylik. Agar kamchiligim bo'ladigan bo'lsa, meni o'zim shaxsan yozing. Men sizga o'zim javob beraman va meni qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman. 365 ta video oz video emas. Meni qo'llab-quvvatlang do'stlar. Rahmat kattakon tushunganingiz uchun.